Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari ham qishloqlar. Soyshob bodasi oshxonamizda chiroyli ovqatlarimiz bor mana. Abidga kelaverasizlar. Kechqurungi ham bor. Povur akam mana Ulug'bek akamning o'zlari. Bugun endi birinchi kunlik uchun qo'y yog' qo'yishga sho'rva, qozon qop, qo'y osh qildik. Ertaga yana qo'shib boramiz, qurlarni, qo'rmalarni, adashlarni. Kechqurunga qanaqa zakaz bo'lsa, shuni oladi zakazlarni hammasi. Istalgan ovqat kelib, o'rtoqlar bilan, ulfatlar bilan, jo'ralar bilan kelib, ovqat zakaz qilasizlar. Xohlagan ovqatlarni tayyorlab beradilar. Chiroyli qilib, Hammasini qilamiz. Bundan sinfman nima qo'ydan pishirsa, nimani xohlasalar, shuni qilamiz. Ertagadan yana ovqatlarimizni qo'yamiz. Mana bu tarafda ham ikkita, uchta so'rilar bor. Agar ayollar yoki oilaviy kelinadigan bo'lsa, erkaklarga aralashmaydi, alohida joy. Hop, joylar zo'r, so'lim, soyning yonida. Mana bunaqa chiroyli so'rilar. Qushlar bor, sayrab turgan qushlar bor. Endi hozir yoniga kelganimga sayramayaptimi? Mana bunaqa joylar bor. Nechta ekan? 15-20 ta joy bor. Kelaverasizlar, do'stlar, ham qishloqlar. Havosi juda zo'r, kelganlar biladi. Kesalaring yana o'zlaring guvoh bo'lasizlar. Salqin, so'lim, yengil shamol esib turadi. O'z nomiga munosib chiroyli joy, xudo xolasa.